Assalomu alaykum. So'lim tabiatni xush ko'ruvchi aziz zamondoshlar, yurtdoshlar, kuzatuvchilarimiz. Mana Andijon viloyati Jalaquduq tumanida shunaqangi bir chiroyli dam olish maskanlari ishga tushdi. Yoz munosabati bilan havoni issiqligiga qaramasdan bu yerdagi atmosfera, bu yerdagi tabiatning go'zalligi hammamizni kayfiyatimizni juda ham ko'tardi. Anaqa chiroyli ko'llar, juda ham chiroyli salqin havoli go'zal joylar, manaqa so'rilar qilib qo'yibdi. Juda ham bir go'zal sharoitda hamma yo'g'i. Yaxshi kunlarda yaqinlar bilan kelib dam oladigan juda ham chiroyli go'sha ekan. Ayniqsa havosi juda ham salqin ekan. Kech tushganda shaharda issiq dim havosidan zerikkan yurtdoshlarimiz bo'lsa, chin yurakdan taklif qilamiz. Pahlavon ukamizning ko'li. Bu ko'lda mana tabiiy oqova suvlarda boqilayotgan baliqlar bor. Juda ham xushtam qilib pishirib beradigan oshpaz akalarimiz bor ekan. Soya salqin joylar, kunduzi ham keluvchilar bo'lsa bemalol kelishlari mumkin, sabab juda ham salqin joylar ekan. Biz kunduzi kelgan edik. Hozir haqiqiy tabiat manzarasi, haqiqiy chiroyli oqshomni ko'rsatish uchun kech tushishini kutdik. Kech tushishi bilan birga mahalladagi aka-ukalar bilan to'plangan edik. Mana biz so'rimiz. Hozir dam olishyapti yigitlar. Juda ham zo'r kayfiyatda, yaxshi kayfiyatda kulishib, hordiq chiqarib ketmoqchi bo'lgan aka-ukalar bo'lsa, taklif qilamiz. Kelinglar, ko'ringlar. Mana juda ham chiroyli. Oyni qaranglar. Oy rosa go'zal to'libdi. Xullas hammani taklif qilamiz. Yana bir go'zal go'sha, yana bir go'zal tabiat qo'ynidagi go'zal go'sha. Shirin so'z oshpazlarimiz xizmatimizda bo'lar ekan. Bemalol kelib bahramand bo'lib ketinglar. Sizlarga ham ilindik yaxshilar. Hamisha sog' omon bo'linglar. Yaxshi kunlarda, yaxshi havoli joylarda ko'rishguncha hammaga xayr. Omon bo'linglar, sog' bo'linglar.